Qadirlik anglag'uchi do'stlar, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz tunugungi anglitishimizda dunyoga tanliq yozuvchi Helen Kellerning Ko'zim Ushkuli ijilsi edi nomli asarining 3-qismini anglitib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qiynamiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. Men Rimdan qo'g'lab chiqarilsang, Rimning sirtida yashaysan xolos degan Rim hikmatini esimda chang tutib oldim. Jiq jaba mashaqqatlar bilan bo'lsa-mu, har holda imtihonni tugatdim. Endi qachonla bo'lmasin Deklif institutiga kirib o'qiy olaydim. Vaholanki, oilamdagilar va do'stlarimning o'qish kirishdan burun keyin apandi yana bir yil konsultatsiya qilib bersin degan taklif bilan mening universitetga kirib o'qish orzuyim 1900-yili aran ish qachdi. Deklif institutiga o'qish kirgan tunji kundagi ahvollar xotiramda go'yo yengil bo'lib o'tgan ishdek turadi. Bu kunga cheksiz talmurganligim uchun u hayotimdagi eng ahamiyatli kunlarning biri hisoblanadi. Menga ma'lum, men yana nurg'un to'salg'ularga duch kelatdim. Lekin ularni cho'qim yengishga qat'iy bel bog'ladim. Men Rimdan qo'g'lab chiqarilsang, Rimning sirtida yashaysan xolos degan Rim hikmatini esimda chang tutib oldim. Chunki men bilim elishning keng, dog'dam yo'ldan qo'g'lanib, qaqos, agir to'qay chig'ir yo'llarda mushaqqatni mengishga majbur qilingan odamgo. Men ayon. Universitetda menga o'xshashli fikr yurgizalaydigan, muhabbat va nafratga aniq, jo'shqin, jangvar qizlar bilan olg'a ilgirlash fursatiga to'liq erishalayman. Universitet turmushimni ajoyib yolqinlik hissiyot bilan boshlab etdim. Menga parlaq nurga to'lgan bir go'zal dunyo keng quchoq ochdi. O'z taqdirimni o'z qo'limda tuta oladiganligim, qalbim, yuragim boshqalarnikiga o'xshashla erkin bo'la oladiganligiga ishondim. Qalb dunyorimdagi kishilar, orqa ko'rinishlar, shodlik, g'azab, qayg'u va xushallik haqiqiy real dunyoning jonliq, konkret inkosi bo'lishi kerak edi. Menimcha, universitetning darsxonalarida aql farosat ushqunlari chaqnab turgan ruh va fikrlar yolqinjab yonatdi. Professorlar aql farosatning simvoli edi. Uzoq o'tmay universitetning tasavvurimdagidek romantik emasligini, bu yerningmi foydasiz taraflari borligini bayqadim. Shuning bilan bolalarcha qilingan nurg'un tasavvurlarim bara-bara go'zal tusni yo'qotib, meni uncha hayajonlantirmaydigan bo'ldi. Jemmida o'ltirib tafakkur qilish va o'zim ustida fikr yurgizishga vaqt yo'qligi menga hammadan cho'nqur ta'sir qildi. Ilgari men o'zim yolg'iz jimjit o'ltirib, yuragimning qat-qatidan chiqqan yiqimli kuylarni tanishaydim. Bu kuylarni faqat orom elib, jim o'ltirgan chaqlarda anglag'ili bo'ladi. Bundaq chaqlarda suyimlik, men yaxshi ko'rgan shoirlar deklamatsiya qilgan she'rlar yuragim tarini chekib, meni o'zimgacha shirin tuyg'uga cho'mildirib, qattiq hayajonga soladi. Halbuki, hozir qarsam kishilarning universitetga kirishi fikr yurgizishni emas, o'qishni maqsad qilgandek edi. Shung men universitetga kirgandan boshlab yolg'izlik, o'yin tomosha, tasavvur qilish qatorliq qimmatli ko'ngil xushliklarim, hatto o'zaro pichirlashib harmaydigan qarg'aylarmi allaqanday yerlarda qoldi. Balkim men hozirgi aldirashlik kelgusidagi rohat farog'at uchungu deb o'zimni ovundirarman. Ammo men ko'z oldimdagi shodlikdan bahra olishga rozi edimki, o'zimni yiroqlarni ko'zlab suv kelgich to'g'ansal degandek ishni qilishni xohlamaydim. Universitetning 1-yilligidagi darslar fransuz tili, nemis tili, tarix, ingliz tili yoziqchiligi va Angliya adabiyoti edi. Fransuz til jihatda Corneille, Molière, Racine, Alif, Roy Dempsey va Saint-Beuve qatorliq dаңlıq yozuvchilarning asarlaridan zavq oldim. Nemis til jihatda Goethe, Schillerlarning asarlarini o'qib chiqdim. Uzoq vaqt qolmayla Rim imperiyasining gumron bo'lishidan tortib 18-asrgacha bo'lgan tarixni bir qatam takrorladim. Angliya adabiyoti jihatda Miltonning she'rlari va uning Aropatka nomli asarni tanqidiy nazar bilan tadqiq qildim. Universitetga kirgandan keyin yo'liqqan turli konkret qiyinchiliklarni qanday yengildim,
deb ko'p hollarda o'zimni dargumanda bo'lib qolman. Sinfda birli men bor edim. Professorlar go'yo ko'z yetmas yiroqda edi. Sullivan xonim imkon qadar o'qituvchi so'zlagan mazmunlarni qo'limga yozib turardi. Bu aldirashliqda dars so'zlikchining xosligi, aloyidliklari nelarda qoladi. Qo'limga qo'shib yozilayotgan bu xatlar oldida manbaini yov to'shqanni qo'g'layotgan toygan holatida bo'lib, ko'pincha chang to'zanni ko'ralaydim. Bu jihatda xotira yozgan qiz o'quvchilarning holimi menikidan ko'p farqlanmaydi. Chunki bir odam bir yoqdan mexanikal dars anglab etib, yana bir yoqdan aldirab-saldirab xotira yozsa, uning so'zlanayotgan darsning asosiy temasi ustida muloyiz yurgizish yoki masalalarni hal qilishning usul choralariga ko'proq ko'ngil qo'yib ketalishi mumkin emas. Qo'lim dars anglash bilan band bo'lganlikdan men xotira qoldirishga amalsiz edim. Odatda uyga qaytganda ondan kallamda qolganlarni darhol xotiralab olardim. Ko'nikma ishlash va har kunlik qisqa maqola, obzor yozish, kichik sinoqlar, fasllik imtihon, mavsumlik imtihon qatorliqlarning hammasini mashinkada qilardim. Latin tilining ritmini o'rganishga kirishganda she'rlarning turaq va ritmini tushuntirib beradigan bir yurish belgilarini o'zim lohilab oldim. Hamda muallimga tafsiliy tushuntirib berdim. Men o'qiydigan turli darsliklar ichida amallar yoziqidagilari oz bo'lganlikdan dars mazmunini boshqalarni taklif qilib qo'limga yozdirishimga to'g'ri keladi. Buning bilan darslarni oldin tayyorlash uchun ketadigan vaqt boshqalarnikidan ko'p bo'ladi. Ba'zida kichikgina ishlar uchun qattiq kuchashga, nurg'un kuch sarf qilishga to'g'ri kelganlikdan xafalikdan saqlana olmaydim. Boshqa savodoshlarim sirtlarda o'ynab kulib, naqsha aytib, usul o'ynab yursa, men bir necha bob paragrafni o'rganaman deb soatlab o'ltirib ketganimni o'ylasam, ichim aytishib, chiday olmay qolardim. Lekin uzoq o'tmayla yana o'zimga hay berib, ruhimni urg'utib, ishimni qilaverdim. Agar bir odam bir narsani haqiqiy o'rganmoqchi bo'lsa, xatarlik tik cho'qqilarga o'z tirmishib chiqishi kerak. Bu kurash davomida men faqat yolg'iz qolmadim. William Witt apandi, Pensilvaniya Amallar institutining boshlig'i Aaron apandi meni har xil amallar bilan ko'pincha matbaa kitoblari bilan ta'minlab turdi. Ularning ko'yinishi va yordami menga zo'r ilhom bo'ldi. Wycliffe institutining 2-yilligida men ingliz tili yoziqchiligi, Angliya adabiyoti, Injil, Amerika va Yevropa allarining siyosiy tuzumlari, Yunon shoiri Xollisining lirik she'rlari va radin komediyalarini o'rgandim. Yoziqchilik darsi intayin jonliq, jo'shqin, qiziqarli o'tiladi. Siplan muallimga hammadan baq qo'l qo'yatdim. U adabiy asarlarning ko'rinishlari, uslub, ritmlarni qilcha ortiq narsa qo'shmay to'liq bayon qilib tushuntiradi. U qisqagina bir soat vaqt ichida odamni qadimgi zamondagi adabiyot peshvolari ijod qilgan mangulik go'zallikka boshlab kirib, ularning oliyjanob fazilat va xislatlariga maftun qiladi. Oliy maktab hayotida turli imtihonlardan qo'rqinchli dars bo'lmasi kerak. Men ularning ko'pinchasidan o'ngishli o'tib ketgan bo'lsam-mu, ular yana o'mlab qo'pib, dahshatli xiris bilan menga aytilib, jinimni elib, yenimda qo'yatdi. Qo'rqinchli payt oxiri yetib keldi. Agar siz imtihon savolini ko'rgandan keyin tayyorlagan joylar chiqibdi deb qarasangiz, ham qog'ozni qo'lingizga elibla yezib ketalsangiz, talingizdan kelgani shu. Afsuski, ko'p hollarda signal har qancha yangroq chilingan bilan hech kim anglay olmaydi. Sizga toza kerak bo'lgan chaqda xotira va to'g'ri farq etish iqtidori deganlar qanot chiqarib, allaqayoqlarga uchib ketib, sizni jiddiylashtirdi. Shuning bilan qalingizga ming bir jafoli qochilgan narsalardan mushundaq paytda har qancha o'ylabmi, hech narsani yodingizga keltira olmaysiz. Wycliffe institutiga kirishdan ilgari men oliy maktab turmushi haqida intayin romantik tasavvurlarni qilgan ekanman. Biroq bugungi kun kelganda romantizmlik bu nur chambaraklari allaqayoqlarga g'oyib bo'ldi. Lekin romantikadan reallikka o'tish jarayonida nurg'unlagan narsalarni o'rganib oldim. Agar mushu mazgildagi amaliyot bo'lmagan bo'lsa, men bularni faqatla bilmay o'tarkanman. Men o'rganib olgan qimmatli tajribalarning biri savrchanlik.
Biz tarbiya olganda ba'ayni yezdi sayli qilgan chaqdagidek o'zimizni erkin azoda, bo'sh bekor, bemalol ko'ngil ko'ksimizni keng tutib, hammani qarqo'yib qabul qilishimiz kerak. Bu tariqada qabul qilingan bilim unsiz kelgan kelgin kabi turli cho'nqir fikrlarni izsiz, shaklsiz yo'sinda qalb etizimizga singdiradi. Bilim kuchdir. Biz bilim baxtdir desak to'g'ri bo'ladi. Chunki keng ham cho'nqir mukammal bilim bo'lgandila chin bilan saxtini ayriya olamiz. Yuqori bilan tuvanni farq eta olamiz. Qadrli anglovchi do'stlar, yuqorida Xillingerning Ko'zim 3 kuli echilsa edi nomli asarining 4-qismini anlatib o'tdik. Davomi atiksamda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'ingizga rahmat, xayr xo'sh. Quloq tutingizga dunyo muzaffar taratqusi. Qadrlik anlovchi do'stlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tunugungi anglitishimizda dunyodan yozuvchi Xillingerning Ko'zim 3 kuli echilsa edi nomli asarining 4-qismini anlatib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Dinamiz do'stlar, diqqatinglar asarning tafsiliy mazmuni bo'lsin. Mikrofon oldida Gulxumar Nurmuhammad. Danalarning hikmatlari. U nayt xo'shal. Shundaqla xo'jal bo'lish haqliq. Chunki u bugungi bir kunni o'ziga taalluq qildi. Faqat bugun o'zini xotirjam, bexatar his qildi. Shunga mayli aytqanchalik yomon bir kun bo'lsin, ish qilib bugun o'tib ketdi. Xo'sh. O'zini unutish xo'shallik demakdir. Shunga men boshqa ko'zi bilan ko'rgan nur yorug'likni mening quyoshim. Boshqalar quloq bilan anglagan musiqani başkalarının levide cılvaqlagan tabassumni mening xo'shalligim deb bilgan. Uchinchi bo'lim qorong'ulik va unsizlik ilkidan chiqish. Oliy maktab hayoti. Yoshliklari shu qadar chaqnoq, parlaqki, odam tikka qarashga ketilmaydi. Yoshlikdagi hech nimadan qo'rqmaslikdek qaramliq, botirlikqa odamning qo'lini so'qib yazgan maqolalarni to'plab shu chog'larda men Kanat muallimning yozuvchilik darsida qatnashyapman. Haftada bir parcha maqola yozayotgan edim. Boshda men bularni ratlab nashr qildirishni xayolimga keltirmagan edim. Bir kuni Said Jamollar kitob jurnalining bosh muharriri Xushtamsiz qishimga kelib, boshlig'imiz jurnalimiz sizning tarjimonimizni bosib chiqarishni umid qildi. Biz buni ulab berish shaklida chiqarmoqchi. Hamdamni bo'lib bergan bo'lsangiz, dedi. Men balaliq davrimning asli originalini $3000 Said Jamollar kitob jurnalida e'lon qilishga qo'shildim hamda to'xtamni qo'yib qo'ydim. Rostini aytsam, u chaqda men $3000 qiziqib qolgan. Ostiga ko'ranglab o'zimcha xush bo'lib ketgan. Shunga maqolaning aram yerini yozib bitganligini esimdan chiqarib qo'ygan. Keyingi yerimini yozishda turli qiyinchiliklarning bo'lganligini xayolimga keltirmagan edim. İşlerim shundoq bekitildi. Başta ishlar xeyli o'ngishli yurishdi. Ammo keyin berib beshimni o'ptala qattirdi. Men nima yozishni bilmaydim. Texnik yomini kasbiy yozuvchi bo'lmaganligim uchun e'lon qilinish vaqtining muhimligiga qarata tushuncham butunlay yo'q edi. Demak, men bu kasbning ahli emas edim. Shunlashqa jurnaldan avatilgan keyingi maqolangizni tez avating yoki 6-7 betda munosabat aniq ifodalanmagan darhol telegram yo'llab tushuncha bering degandek telegramni topshirib olganimda tamtirab nima qilarimni bilmay qolatdim. Ta'limga yarasha bir sinfdagi savodishim Renoa menga Mats apandini tanishtirib qo'ydi.
Mats әпәнди Harvard universitetining professori bo'lib, intayin ziyrak ham o'tkir edi. Kishilarga qizg'in muomala qiladi. U qiyinchiligimni uqqandan keyin darhol elib kelgan materiallarimni bir qur ko'zdan kechirdi. Andin intayin puxtalik bilan mang'ratlashib berdi. Shundan keyin men maqolalarni o'z qarorida topshirib tugatdim. Mats әпәнди tafakkur o'tkir, hissiyotga boy, ko'zga ko'ringan adib edi. Menga nisbatan aytganda, shu chaqda u menga yaxshi, qadrdon do'st va ishonishga arziydigan aka, ishlarimda ham kam bo'lsa bo'lmaydigan maslahatchim bo'ldi. Fiziologiyalik holatim boshqalardan farqli bo'lganligi uchun sinfdagi savodoshlarim bilan bek aralashib, birga o'ynab kulolmaydim. Biroq ko'pchilik yana turli shakllarda men bilan aloqada bo'ladi va fikr almashtirib turadi. Sinfimizga savodashlar doim birlikda sirtdagi oshxonalarga berib sandviç yeb, kola ichib keladi. Ular meni orqa ilib o'ltirib, turli qiziqishlarni so'zlab, meni kuldiradi. Shu chaqda biz Kultis ko'chasi 14-nomerli qo'ridan bir uyning bir qismini ijaraga olib o'ltirdik. Bu uy nihoyat manzarali bir do'nga selingan edi. Uyning kayni kang gulzorlik bo'lib, uy egasi ushraqli ichildigan ruxsigul, qo'g'ingul qatorliq har xil gullarni terib atgan edi. Uy doim gullarning xush hidi bilan to'ladi. Har kuni atiganligi chiroyli kiyingan ishtahlilik bir qiz kelib, gullarni uzib bozorga olib sotadi. Kultis turgan mezgilda biz Harvard universitetining o'quvchilari va yosh lektorlar bilan tanishdik. Ko'pchilik xo'shal o'tib, qadrdon do'stlardan bo'lib ketdik. Ulardan Philip Smith әпәнди Washington davlatlik geologiyalik tekshirish o'rni Alyaska bo'limining mudiri bo'lib, uning xonimi eng yaxshi savodoshlarimning biri Renoa edi. Renoa ishimiz intayin yaqin do'st edik. Har qitim Sullivan muallimning mijozi yo'q bo'lib qolgan chog'larda uning o'rnida u dars takrorlashimga yordamlashardi. Meni sinflarga olib borardi. Bu a'zolarning ichida John Mats әпәнди bor bo'lib, bir mezgil u menga ruhiy turmush jihatda ko'rik bo'ldi. Keyin u Sullivan xidim bilan to'y qildi. Yoshlar ajoyib jo'shqin, ko'taranki ruhli keldi. Doim 3 kishilik o'rindiqqa bir velosipedga minib, sayliga chiqib, 40 chaqirim yiroqlarga berib, buxadan chiqqicha o'ynab, ondan kayfimiz chog' holatda uyga qaytardik. Ozroq muharrig'lik his qilmaydi. U g'amsiz yayrag'an alomat esil chaqlar edi. Yoshlarning nazarida tabiatga jimiyga narsa dal-daraxtlarning uchlarida jilva qilgan illiq kuz quyoshi. Top-top bo'lib janub qarab ushgan uchar qanotlar. Yomg'ir fasllik ozuqli hamlash qo'yda yong'oq to'shi bilan oltirash yurgan tiyinlar. Maybog'lab pishib, yerga to'liqlab tushgan mevalar. O'stan bo'yidagi shabdul chichkiralik chiroyli gullar hamda so'p-suzuk daryo suvlari. Shu qadar go'zal edi. Odamga shu qadar zo'q bag'ishlaydi. Yüreklerini şunçilik yaşını tapdı. 4 yıllık oliy maktab hayotim mana shunday xo'shalliqlarning ichida bilinmayli oxirlashdi. Mana oxiri o'qish bitkazish marosimlarim ochildi. Sullivan muallim mening Angliya adabiyot darsida yuqori nomer olganligimdan intayin suyunib ketdi. Bu natija albatta butunlay uningga mansub. Afsuslanarli bo'lgani, opam kasal bo'lib qolganlikdan bu marosimga qatnasholmadi. O'qish bitkazish marosimi oxirlashgandan keyin Sullivan muallim meni salonga chiqdi. Biz bevosita New Englanddagi Lenshaga boradigan mashinaga chiqdik. U yer biz berib turishni planlagan joy edi. Bizning uyimiz xeyli burun setilgan qadimiy bir dehqon uy. Uyning atrofi tashlab ketganiga uzoq bo'lgan 7 mo ekiz. Muallim sut sig'ish maydoni bilan farfor buyumlar qo'yilgan ombar uyni teshib, birlashtirib, cho'ng uyga aylantirib kutubxona qildi. Uningda amallar yizig'idagi biror yuzta kitob bor. Uylar, jihozlar oddiy bo'lsa-mu, men bu yerdan to'liq rozi bo'ldim. Chunki bu yerga quyosh nuri to'liq tushadi. Derazlarga gul qo'ygan bo'ldi. Yana yiroqdagi qarg'aylar ko'rinib turadigan ikki qanotli aynak eshik bor. Sullivan muallim yana meni kayfi chaq-chaqlarda chiqib aylansin deb hujramning yiniga alaydan chaqaloqni balkon chiqarib berdi. Mana mushu balkonda men qushlarning muhabbat naqshlarini tunji qitim angladim.
Bir kuni balkondagi mayin shamoldan huzurlanib, hujraga kirgim kelmay, xeyli uzun o'tirdim. Balkonning janub tarafiga terib atgan yamashqoq o'simliklar vodakdan ortilib chiqqan edi. Shimol tarafida olma daraxtlari bor bo'lib, olma daraxtlari chechaklaganda atrof xushhid qutuladi. Bu dehqon uyni men buningdan 10 yil ilgari Siblin apandi menga sovg'a qilgan qanot shirkatining payiga almashtirgan edim. Biz eng ig'ir kunga qolganda Siblin apandi bizga yordam qo'lini sungan edi. Siblin apandini 9 yosh vaqtimda ko'rgan. U bola chulpan litni elib kelib biz bilan o'ynagan edi. Shu chaqda bu bola chulpan teatr kichik malikida rol ilib o'ynayotdi. Shuningdan keyin Siblin apandi biz qiyinchilikqa yo'liqqan hamon butun kuchi bilan bizga yordam berdi hamda doim Boginis amalar maktabiga kelib bizni yo'qlab turdi. U har qatim kelganida atirgul, pechina, meva alg'ash qilib ko'pchilikka tarqitib beradi. Ba'zida ko'pchilikni tomoq elib berib mehmon qiladi yoki payton kira qilib bizni sayl qildiradi. Bola chulpan Litmo biz bilan birga bo'ladi. Lit night chiroyli, omaq, sho'x qizchaq edi. Siblin apandi doim ishkimizga, ishkinglar mening eng omroq qizlarim deydi. Ondan ishkimizning o'yiniga zo'q bilan qarab o'ltiradi. O chaqda men boshqalar bilan qanday so'zlashni o'rganib o'tdim. Ammo Siblin apandi hamisha so'zlarimni ancha anqira olmaydi. Buningdan ko'nglim to'limi yerim bo'ladi. Bir kuni men Siblin apandan toza bir xush qilib etay degan o'y bilan Lit degan ismni atoydan takror mashq qildim. Shunchalik tirishchilik ko'rsatibmi, Litning ismini to'liq deya olmay, jili bo'lganimdan yig'lab tashladim. Siblin apandi kelganda men uningga mashq natijalarimni namoyon qilay deb ko'p qatam takror so'zlab, oxir uningga so'zimni aran deganda uqtiraladim. Buningdan shunchalik xushal bo'ldim va hayajonlandimki, shu chaqdagi hayajonli kayfiyatimni hozirgacha unutay olmadim. Shuningdan keyin men ko'nglimdagi so'zlarni aniq ifodalab bera olmagan yoki Siblin apandi bilan fikr almashtirishga amal bo'lmagan chaqlarda u meni chin quchoqlab, so'zlaringizni toza tushuna olmadim, biroq sizni yaxshi ko'raman, sizni mangu yaxshi ko'raman deb siliq qahongda so'zlab menga tasalli beradi. Siblin apandi toki vafot bo'lgan qadar Sullivan muallim ishimizga har oyda turmush pulini o'ksitmay avatib berdi. Bu shikarchilik shirkatining tajribi bizga so'q qilgan chog'da lozim bo'lganda 18 soat bo'ladi. Shunday bo'lgani uchun muallimlarning bu uyga birinchi qatim keldi. Derizani ochib, yana turmushga boshlaganda Siblin apandi qo'ygan qizlarni Direkt işkence. Yani anlık göz başında ve nasıl çıkartmayı Sullivan'la ben özünden dolayı Sullivan filmini yaxşı bir adamdan tepişip, ehtiyar, kalorika ettirmiş bir gidişini arzu ettirdi. Şunlaşqa, onlardan ko'rganimda men chin yuragimni xashal bo'ldim va ularga yuragimni cho'ntirganimdan men dedim. Dostumuz Edward'da yasaçak. Dünyasını atlamak, çırak etmek. Sullivan'ın Esir Hazretleri, Mehtaban, Samimi, Sabahlı, işleri Samimi, kızın uçuk yolu. Daimini kupaksız etleri. Şunu, ben de çıkarsın. Ben de ilim tanımlarını Müratib edebiyat yazmış üstüde sözleştik. To'ydan keyin biz besh hafta odamning Allahdan bir konser maydoni yodimizga kelib, bu yerda o'yinlar turli bizga yaqin to'planmasini davlat tushuncha aytdi. Nimalarni nima kim bilsin, cho'chilar hozirgina yuzini yopdi. Özellikle yurtlarımız tutakla suya çıkıyor. Biz öyle bir bakımda birkaç ülkeden atlayacağız. Annem birkaç sıkıntı. Bu kendiliğinden kocaman şaşkın çıktı. Yurtlarımızca erkeklik kalden uzmanı yapmıştı.
yo'l qatnoq chiqib arvoqqa. Necha qadar mo'ylar tushdan tutib sakrab ishlatishib. Atma ustiga jo'natganda masala bo'lishi mumkin. Bu atni harvidan chiqarishiga attish bo'lib qattiq kishnidi. Ondan bir chapqancha hash-pash degichi ko'zdan g'oyib bo'ldi. 2 kundan keyin bir dehqon qo'shnimiz uning jabduqlari bilan o'rmonliqda chepib yurganligini ko'rib, tutib bizga aklab berdi. Biz yutib ketib tepilgan bu atni amalsiz maxsus at ko'ndirganlarga setib etdik. Shu chaqlarda iqtisodiy ahvolimiz ko'ngildagidek emas edi. Biz ba'zilarning olma daraxti o'stiringlar degan maslahati bilan 100 tip olma ko'chat setib olib tikdik. 5-yilga kelganda olmalar meva kirdi. Men intayin xushal bo'lib, olmalarning soni va cho'ng kichikligini xotirlab mandim. Bir kuni tushdan keyin xizmatkor aloqsada bo'lgan holda paloqlab kirib, "Voy tangrim, chatoq bo'ldi, yovkalalar" deb to'lidi. Biz nemish bo'lganda deb yugurib deriz oldiga bordik. Asli bular yovkala emas, yaqin atrofdagi tog'dan oila bo'yicha kelgan yovkiyiklar bo'lib, bir jup erkak tishkiyik 3 bolasini elib almazorligimizni sayli qilg'ili kepti. Quyosh nurida ularning chiroyli qamati, tetik, sho'x harakatlari shunchalik maftun qilarliq va go'zal ediki, ko'pchilik ko'z uzalmay hangvi qilib qarab qoldi. Shu arliqda ularning talviligi tutdi. Bu bir to'p cho'ng kichik chaqirilmagan mehmonlar qilcha yiqmasdan olmalarimizni vayron qilishga kirishdi. Kiyiklar ketgandan keyin biz go'yo tushdan uyg'ongan tarzda o'zimizga kelib, ofat ahvolini tekshirishga kirishdik. Ko'rmasakmi bo'lgan ekan. Ko'rish bilanla orqamizga uchib ketgili tasla qoldik. Ah, tangrim. 100 tip olma daraxidan aran 5-6 tip qapti. Biz qilishga tirishgan turli dehqonchilik, chorvachilik ishlari ana shu yo'sinda butunlay mag'lub bo'ldi. Halbuki, aslimlarim ichida bu bir mezgillik turmush to'limi qisqarliq va mo'l mazmunliq turmush hisoblandi. Men o'zim yolg'iz tog'bag'ni aynib kelmoqchi bo'lib edim. Mats apandi bir apchil chat topdi. Ya'ni u uyning sirtidan tog'bag'irgacha borguchi bo'lgan orliqdagi daraxtlarga sim tortib etdi. Bunun bilan men shu simni tutib, o'zim yolg'iz o'rmonliqqa bora oladigan bo'ldim. O'rmonliq egiz o'sgan turli o't-cho'plar va xilma-xil xushbiroq gullar bilan to'lgan edi. Bu sim tortilgan chig'i yo'l 400-500 metr keladi. Demak, men shuncha yiroq yerdan hech kimning yordamisiz berib kelalaydim. Ezib qolarmanmikin debmi andish qilmaydim. Menga nisbatan aytganda bu karomat ahamiyatli bir ish bo'lib, hozir o'ylasammi qattiq hayajonlanib, xushalliq cho'maman. Odatdagi kishilarga arzimas bilingan nurg'un ishlarda men erkinlik lazzatidan to'liq bahramand bo'laman. Men doim yolg'iz chiqib oftob sunaman. Bunday chog'larda ko'nglim bo'lakcha echilib ketadi. Buni menga baxsh etgan Mats apandi. Shun uningga chin yuragimdan tashakkur aytaman. Qadrlik anglag'uchi do'stlar, yuqorida Xilinkinlarning Ko'zim 3 guli echilsa edi nomli asarining 5-qismini anglitib o'tdik. Davomi keyingi sonda huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'inglar rahmat, xayr xo'sh. Quloq tuyungizga dunyo muzaffar taratqusi. Qadrli anglag'uchi do'stlar, mesh vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz tugaganki anglitishimizda dunyo xalq yozuvchi Xilinkinlarning Ko'zim 3 guli echilsa edi nomli asarining 5-qismini anglitib o'tgan edik. Bugun shu asarning davomi huzuringlarda bo'ldi. Qilamiz do'stlar, bir qanday asarning tafsiliy mazmuni bo'lsin.
mikrofon olsa Gulxumar Nurmuhammad. Yengilginga tan bermaydiganlar. Men keyingi kunlarda uni ishlatish orqali jamiyat va insonlarga oz-to'la bo'lsa-mu to'p qo'shish maqsadida tirishib bilim egildim. Men oxir ko'pchilik oldida so'z qila oladigan holga keldim. Ovozim degandek yaqin emas. Shunaqdimi bu gap qilmaslikdan ko'p yaxshi. Chunki xizmatimni qanotga yetirishimga so'zlashimning yordami ko'p bo'ldi albatta. Oliy maktabda o'qiyotgan chog'larimda doim men keyingi kunlarda uni ishlatish orqali jamiyat va xalqqa oz-to'la bo'lsa-mu to'p qo'shish maqsadida tirishib bilim egildim. Bu dunyoda qilolmadim. Faqat mening qo'limdan kelgan ishlar tepilmoqda. Ammo bu ishni endi deb o'yladim. Ammo bu yon o'ylabmi buning javobini faqat topolmadim. Qiziq. Do'stlarim mening g'amimni buning amalini qilmayapti. Biri menga siz oliy maktabda o'qib ko'p bilim olaman deb o'zingizni o'qitsangiz bo'ladi. Agar siz mashruingizni o'zingizga o'xshash so'z tuzashtirganlarga sarf qilsangiz, bu holda jamiyatga qo'shilgan to'pingiz texnik zo'r bo'ladi. Shundaqla bu tanil sizning qilishingizni umid qiladigan ish. Xarajat masalasidan g'am qilmang. Uni tayyorlashga men mas'ul bo'laman. Buning ra'yingiz qanday? degan edi. Men shu chaqda javoban ko'nglingizni tushundim. Biroq oliy maktabni o'qib tugatishdan burun bu ishni hozircha o'ylashmayman degan edim. Lekin bu do'stim buninglik bilan niyatidan yanmay meni qoyil qilishga ko'p tirishdi. Pat-pat Sullivan muallim va men bilan to'liq munozirlashib, hech holimizni qo'ymadik. Biz uningga tanqidlanmagandan keyin uning bilan munozirlashmasli bo'ldik. Halbuki u buni ma'qul bo'ldi deb xato tushunib qoldi. Atsla tong saharda biz texi o'rnimizdan turmasdanla bu do'stimiz Nyu-York qarab yo'lga chiqibdi. U Nyu-York, Washington qatorliq joylarga berib, meni amallar ma'rif xizmatiga o'zini beg'ishlash qaroriga keldi va bu ishga darhol kirishmoqchi bo'ldi deb tashviq qildi. Bu xabarni anglab qattiq hayron qolgan xotin xonim shu onning darhol Nyu-York kelib, buning nima ish ekanligini tushuntirgan bo'lsangiz deb xat yozibdi. Shuning bilan men va Sullivan xonim amalsiz jabha tortib Nyu-Yorkga berib, bizga moddiy yordam bermoqchi bo'lgan apandilarni ziyorat qildik. Bu chaqda bir ishi bilan kelolmaydigan bo'lib qolgan Loj apandi Mark Tivin apandini o'ziga vakil qilibdi. Bir qancha odam yig'ilib bu ishni tunji qitim muzokara qilishdi. Mark Tivin apandi eng oxirida xulos qilgan tarzda Loj apandi bu ish uchun faqat pul chiqarmayman deb aniq ifoda bildirdi, dedi. Bir apandi gapni cho'ng yerdan boshlab, Xilinning amallar maktabini qurishi Tangrining irodasi, dedi va bu gapini ko'p ta'kidladi. Ammo men Tangri mushundaq buyruq tushirgan hujjatni ko'rmadim. Ajaba yoki u apandida Tangri uningga bergan vazifaga tayinlash uqtirishi bormidi? Undaq bo'lmasa, bu ishning Tangrining irodasi ekanligini u qanday biladi? Halbuki boshqalar Tangrining irodasi emasmi? Bundaq gaplar odamni qanday qoyil qila olsin? Men oliy maktabni bitkizgichi orliqda bundaq ishlardan bir qanchasi bo'ldi. Ba'zilar meni boshro'lchi qilib, hamma yerga opirib nutq so'zlatmoqchi bo'ldi. Ba'zilar bo'lsa, meni pul chiqarib, barliq amallarni bir shaharga yig'ib, tarbiyalasa degandek planlarni tuzishdi. Men bu planlarni qilguvchilarga, sizlarning planinglar amallarni haqiqiy mustaqillikka erishtira olmaydi. Kechiringlar, bu ish qiziqmayman, dedim. Ular javobimni olgandan keyin qattiq ranjishdi. Bak o'zim chikansiz, o'zingizga foydali ishlarni qildikansiz, deb ayblashdi. Baxtimga yarasha professor Bill, Loj qatorliq men qizg'in hamdamda bo'layotgan apandilar intayin o'qimishliq. Kishining holiga yetadigan, g'araz o'qidigan bo'lg'achqa, mening yoqtirgan ishimni qilishimga eng zo'r darajada erkinlik berdi. Zadil aralashib olmadi. Ularning bu ishi meni qattiq ta'sirlantirdi va menga nihoyat zo'r ilhom berdi. Shunga o'zimni jamiyat va xalqqa haqiqiy yo'sinib foydali, shuningdek qo'limdan kelganligi ish bo'lsa, men cho'qim butun kuchim bilan tirishib ishlayman deb niyat qildim. Oliy maktabning 3-yilida o'qiyotgan chig'imda men amallarga haqiqiy yo'sinni to'p qo'shadigan payt oxiri yetib keldi. Bir kuni Charles Kappel ismli bir yosh meni yo'qlab keldi va mundaq dedi:
Dadam Bognis Əmalar məktəbini bitkizgəndən keyin Angliya Əmalar ma'rifiga kuch qo'shish uchun Londonda Oliy musiqa pedagogika universiteti qurgan edi. Men sizni Əmalar paravonligini ilgari surishni maqsad qilgan Boston ayollar so'z sanoat birlashmasiga kirishga da'vat qilish maqsadida keldim. Men tezli bu tashkilotga kirdim. Ondan ikkimiz birlikda parlamentga berib, Əmalarni qo'g'dash uchun alayda komitet qurishni talab qilib iltimos sundik. İltimasımız oңushli holda ma'qullikdan o'tdi. Shu sababdan alayda komitetmi tezlikda qurildi. Mening xizmatimmi alayda komitetni boshlanish nuqtasi qilgan asosda nihoyat yaxshi bir boshlanish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz oldi bilan Kapil apanning qo'mondonligida Əmalar qilsa bo'lgan barliq ishlarni tekshirib chiqib, maxsus Əmalarga qo'l hunar san'atiga o'xshash qo'shimcha kasbni o'rgatgan bir tajribaxona qurib chiqdik. Əmalarning antik mahsulotini sotishni ko'z tutib, biz yana Bostonda maxsus sotish do'koni ochdik. Undan keyin Massachusetts shtatining bir qancha yerda mushunday do'kon ochdik. Beshaga ko'chib kelgandan keyin Əmalar masalasi ustida texnik inchga va alaydan o'ylanib, navbatda Əmalar uchun jiddiy bejarishga tegishli ikki turli ish bor. Buning biri o'zini qamlash iqtidorini hozirlash uchun qanday qilib Əmalarni bir xil yo'llarni o'rganish imkoniyatiga ega qilish. Şunun bilan bir vaqtda Əmalarni o'zaro aloqalash imkoniyatiga ega qilish. Shundaqla kasbiy tekshirishni texnik obdan elib berish uchun mamlakat xarakterlik organ bo'lishi kerak. Ikkinchisi, Əmalarning tarbiyalash saviyasini o'stirish uchun navbatda Amerika, Yevropa qatorliq joylarda hozir bor bo'lgan bir qancha xil Əmalar yizig'ini birlikka keltirish kerak degan qarashga keldim. Bir kuni doktor Mono aniqni yiroq ko'rmay yo'l jafosi tortib Nyu-Yorkdan komitetimizga keldi va Əmalikning oldini olish usulini aytib bunday dedi. Navbatda Əmalar maktabidagi bolalarning taxminan 3/2 qismi tug'ilgan vaqtida kasal bakteriyasining yo'qolishi sababli ko'rolmas bo'lib qolgan. Agar biz bola tug'ilishdan ilgari dezinfeksiya qilish, oldini olish ishlarini ishlasak, bunday ahvoldan cho'qim saqlanib bo'ladi. Doktor buning uchun bu vaqt tug'ilgan hamon ko'zni dezinfeksiya qilishni tashabbus qilgan hamda bu nuqta qonunda aniq belgilanishi kerak deb qaraydi ekan. U bu maqsadga yetish uchun komitetimizning faol turda boshlanchilik bilan jamoat fikri to'plashni umid qilgan. Biz hammamiz tangdek undan siz kasalning sababini aniq bilib turib, nemishqa hozir qadar harakat qilolmadingiz deb so'radi. Rostini aytsam, kasallik bakteriyasi bilan bog'lanishligimiz bolalarning ota-onasining nashayin ishlarni qilib, kishiga degil bo'lmaydigan kasalliklarni yuqtirib olganligi demakdir. Bunday ahvollarni doktorlar ochiq oshkor deyolmaydi. Gazet jurnallarmi bunday ishlarni tilga olishdan o'zini qochirdi. Shunday tursa, menda nima amal bo'lsin? Shunday bo'lganlik uchun men sizlardan yordam so'rab keldim, dedi u nahayatli bildirib. Bunday to'salg'ularmi bor ishgan emasmi? Doktorning tushuntirishini olgandan keyin komitetimizdagi barliq a'zolar bu xizmatni butun kuchi bilan qanot yaydirib qo'shildi. Ammo xuddi doktor Molo aytgandek ish undaq oson emas ekan. Doktorlar bilan ommaviy tashviqot organlarining o'z oldiga qarashlari bor bo'lganlikdan bu xil masalalarni tilga olishdan o'zini qochirish odatini osonlikcha o'zgartgan unmaydi ekan. Shunga ular yordam bergisi bo'lsa-mu qo'ldan kelmaydiganligini bildirishdi. Shu tariqada 2 yil o'tib ketdi. 1907-yili men Kansas shahriga borganda bir ko'z doktor bilan bu haqda so'zlashib qoldim. Bunday ishlarda gazetlarning o'nimi zo'r bo'ladi. Sizlar nemishqa Kansas shaharlik cho'lponlar gazetining bosh muharriri bilan ko'rishib baxmaysizlar. Balkim u sizlarning Əmalar masalasini gazet yuzida muhokama qilishinglarga unab qilishi mumkin, dedi u. Men darhol o'rinlashtirish qilib cho'lponlar gazetining bosh muharriri Nilson apandi bilan ko'rishdim. Afsuski, u talabimni intayin keskin talaffuzda rad qildi. Men qattiq umidsizlandim. Balkim shu an chiroyimga tepgan umidsizlikim uni sal eritgan bo'lishi mumkin. U badal talaffuzni o'zgartib, "Mundaq qilaylik. Nim yozganlar bo'lsa, shuni yozaveringlar. Uni besish basmaslikni qaror qilish huquqi bizda bo'lsin. Bo'lamdi", dedi. Men tezlikda bir qancha aynan misolni yozib avatdim. Nilson apandi bu maqolani Cho'lponlar gazetining birinchi betiga besib chiqardi. Shunda qilib, biz oxiri birinchi qiyin o'tgandan o'tdik. Shu yili Hur qiz jurnali o'xshash masala yozilgan maqolani bosdi. Men orqa-orqadan yozgan bir qancha maqola butun mamlakatdagi gazet jurnallari ko'chirib besilib, muhokama doirasi kengaydi.
Onundan keyin maxsus a'molar masalasi muhokama qilinadigan a'molar dunyosi, a'molar jurnali qatorliq jurnallar orqa-orqadan ta'sis qilindi. Men yana havoliga asosan Ma'arif qomusida a'molarga aloqador ilmiy maqolalarni e'lon qildim. Shundan boshlab xizmatim tadrijiy ko'paydi. Maqol uyushtirish ishi uzilmadi. Texi doim har xil yig'inlarga qatnashishga va nutq so'zlashga to'g'ri keldi. Shunga hatto bu ishlarga yetisholmay qoldik. To'satdan turmush qadamim tezlashib, intayin aldirash bo'lib ketdim. Hamisha aldirab tinab yig'inlarga borardim. Yig'indan yenib uyga kelsam, boshqa takliflar meni kutib turardi. Ba'zi kunlari hatto 5-6 joyga berishga to'g'ri keladi. Uning ustiga xatlarmi bak ko'p bo'lib, bartaraf qilishga ko'p vaqt ketadi. Bak charchab ketganlikdan muallim ishimiz bu ishlarga yetisholmay ketdi. Salomatligimizmi yaxshi bo'lmadi. Aldirashlikda qo'l-qo'limizga tegmay qolgan bo'lsaqmi, turmush deganning pulini qisilib, bir mahal xizmatkor yollashga qurbitimiz yetmadi. Shuning bilan Sullivan muallim har kun atiyanda Mats Appelni vokzalga olib qo'ygandan keyin qaytashida kitob olib keladigan bo'ldi. Bu chog'da men ustal o'rindiqlarni surtib, uylarni saranjolashtirib, o'rin ko'plarni yig'atdim. Ondan gullikdan gul uzib kirib, voqlarga chiqishdim, yoki chig'iriqni aylantirib suv tortdim. Chig'iriqni atdimmi yo'q deganni asli qilolmadim. Demak, qilgan ishlarim xiyli jiq va ig'ir edi. Ko'rishgandek, men mush mazgilda uyushtirilgan maqola, keldigan xatliklar intayin ko'p. Men shtat boshlig'ining ko'rsatishi bilan 1906 yili Massachusetts shtatining a'molar ma'rif komitetining a'zosi bo'ldim. Komitetimiz yig'in ochganda Sullivan xonim yonimda o'tirib, qo'l-qo'l orqali yig'inni ahvolini yetkazib mening tasavvurim shu bo'ldiki, a'zolarning hammasi uzun, ma'nisiz nutq so'zlashga almashgan. Tugamas savol so'raqdi. Javoblar qatorliq rasmiyatchiliklar odamni xordiz qildi. Shunga 5-6 oydan keyin bu vazifadan istifa berdim. A'molarga haqiqiy yuzini manfaat yetkazishda kollektivning kuchiga tayanmay hargiz bo'lmaydi. Shunday qilganda jamoat fikrining diqqati va qo'llashini qo'lga keltirdi. Shundan burungiliklar turli oshkor so'rovlarga berishim, doktorlar yig'ini yoki boshqa yig'inlarga qatnashish. Buning uchun nutq so'zlash mahoratini texnik kirishga qilib, ommaga yozganda so'zimni texnika qoidalarga qo'yadigan bo'ldim. Men bu nishonni yutish uchun ko'plagan ustozlardan ifodalashni o'rgandim. Afsuski, unimi ko'ngildagidek bo'lmadi. Mushunday bir chog'da men Bostonda White Appan bilan uchrashib qoldim. U muzika nazariyasini tadqiq qilgan. İnsanlarning ovoz chiqarish funksiyasini nayt cho'qirlab qilgan. Men ta'limni bir sinab ko'rish niyatida uni yordamga chaqirdim. White Appanni talqinli xursandlik bilan ma'qul bo'lib, bu ishni qanchalik darajada qilayotganligini men bilmayman. Biroq bu ish menga nisbatan bir xil taqdir hisoblanadi. Shunga bir sinab boqaylik dedi. Shuna qilib White Appanni 1910 yildan boshlab har shanba kuni inshoot kelib o'ynashtirib, yakshanba kuni qaytib ketdi. Shu vaqtda menga dars o'tdi. 10 yoshga kirgan vaqtimda Sullivan muallim meni Xilla Appanning qishiga olgan. Bu mening ovoz chiqarish yo'lini tunji qatam o'rganishim edi. Menga ovoz chiqarishni paydo bo'lgan ishni tushunish uchun Xilla Appanni qo'limni yuzib qo'yib, A-R-M degan ovozni asta chiqardi. Hamda meni bo'rab ovoz chiqarishga davom qilgan. Lekin men qattiq jiddiylashiib ketib, takror mashq qilib, mayt tasdiqda qulayliqlarga ovozlarni chiqardim. U, dilingizni yumshoqroq qiling, tilingizni bak kuchab ketmang, deb men sabrchanlik bilan ko'rsatma berib, ovozimni tuzatgan edi. Tovush chiqarishni mashq qilishdan burun tovush chiqarish a'zolarini taraqqiy qildirish kerak. Shunda qilganda ovozni siliq, yaqinni qilg'ili va texmi ko'p taq so'zni as tutqili bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, men gazgachilar tarbiyasida gazgachi bolalarga ovoz mashqini balduroq qildirishni umid qilaman. White muallim bu ishni sinab beqish ro'yi holati bilan boshlagan edi. Ammo barabar qiziqib, menga 3 yil o'tdi. Texi 2 yil yoz faslida Linshoda turdi. White muallimning mashq usuli tovush a'zolaridan boshlash. Ondan tovush chiqarish mashq qildirish. Oxirda ritm, urg'u, tovush sifati, ohangni o'rgatish bo'ldi.
Shu tariqada 3 yil o'rgangandan keyin oxir ko'pchilik oldida zo'riqib bo'lsa-mu so'zlay oladigan bo'ldim. Sullivan muallim bilan men Yangi Jersey shtatining Montgomery degan yerda tajriba xarakterlik nutq so'zladik. U xeyli chin kuchash bilan bo'lgan tajriba bo'ldi. Buni hozir o'ylasam-mu, yuragim salgandek bo'ldi. Munbarga chiqib, qattiq titrab ketdim. Bir ig'izmi gap qila olmadim. Tayyorlab olgan so'zlarim ig'izimda cho'rgilab tursa-mu, qirishqandek ovoz chiqara olmadim. Oxirda butun kuchimni yig'ib, zo'r g'ayratga kelib, bar kuchim bilan ovoz chiqardim. Shu chaqda go'yo zambirak etilgandek tuyg'uda bo'ldim. Ammo keyin kishilar menga ovozing poshning g'ingshidek chiqdi deyishdi. Nima bo'lmasin, yengilganiga osonlikcha tan bermaydiganlardanman. Shunlashqa intayin kuchigan bo'lsam-mu, har holda nutqimni so'zlab tugatdim. Munbardan tushibla pushaymon bilan menga so'zlash bek qiyin tushdi ekan. Men o'zimni chog'lamay qatdiman. Qo'ldan kelmaydigan ishqa buncha zo'riqishning uncha foydasi yo'q ekan, dedim. Biroq amniyatda men buninglik bilan ishonchimni yo'qotmadim. Aksiya qaytadan g'ayrat kelib, texnikni tirishib mashq qilishga kirishdim. Men oxiri ko'pchilik oldida so'z qila oladigan holga yetdim. Ovozim degandek yaqinlik emas. Shundaqdimi bu gap qila olmaslikdan ko'p yaxshi. Chunki xizmatimni qanot yoydirishimga so'zlay olishimning yordami ko'p bo'ladi albatta. Shu sababdan orzuyim oxir qisman bo'lsa-mu ishga oshdi. Zanjirsimon bilim. Mark Twain 19-asrning oxirlarida yashagan Amerika realizmlik adabiyotining mashhur vakili. Amerikaning tangliq satira ustozi, yozuvchi. Xilinkinlar. Men Mark Twainni yaxshi ko'raman. Uni kimni yaxshi ko'rmasin? Hatto Tangrimni yaxshi ko'rganlik uchun uningga inson qalbidagi muhabbat va e'tiqodni Hasan Husayn kabi rangdor sifatlab bera oladigan aql farosat ato qilgan degan edi. Qadrli anglovchi do'stlar, yuqorida Xilinkinlarning Ko'zim 3 kunli ichilsa edi nomli asrining 6-qismini olib o'tdik. Davomi keyingi son huzuringlarda bo'ldi. Yoqtirib anglag'ingizga rahmat, xayr xo'sh. Quloq tuyg'ingizga dunyo muzaffar taratqusi.